Assalomu alaykum hurmatli aka-uka avtosalon obunachilari. Bugun 27-noyabr avtosalonimiz наличиесida bor Cobalt'larni naqd pulga hamda avtokredit asosida xarid qiladiganlar uchun batafsil ma'lumot beramiz. Xo'p, navbatdagi mashinamiz 23-yil 28 ming yurgan Cobalt'imiz. Bu mashinamiz kraskalari top-toza. Naqd pulga olaman degan obunachilar uchun $11,600 qilib beramiz. Xohlasanglar bank orqali boshlang'ich $1,800 to'lab, barcha xarajat ichida xarid qilsanglar bo'ladi. Keyingi mashinamiz 25-yil, yili yangiroq bo'lsin, probeg kamroq bo'lsin degan obunachilar uchun 25-yil, xo'p, 17 ming yurgan Cobalt'imiz tayyor metan gazlar bilan jihozlangan. Bu mashinamiz kraskalar top-toza, naqd pulga olaman deganlar uchun $13,000 qilib beramiz. Xohlasanglar bank orqali $2,500 bilan olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Xo'p, navbatdagi mashinamiz 24-yil, 70 ming yurgan Cobalt'imiz. Bu mashinamiz tayyor propan gazlari bor, chexol, polik hamma narsalar qilingan. Bu mashinamizni tan narxi $12,000, naqd pulga olaman deganlar uchun xohlasanglar avtokredit asosida $1,770 bilan xarid qilsanglar bo'ladi. Navbatdagi mashinamiz 23-yil, 79 ming yurgan Cobalt'imiz, tayyor metan gaz bilan jihozlangan. Buni ham chexol, polik hamma narsasi tayyor mashinamiz. Naqd pulga olaman deganlar uchun $11,400 qilib beramiz. Xohlasanglar avtokreditga olaman deganlarga boshlang'ich $1,600 bilan barcha xarajati ichida xarid qilsanglar bo'ladi. 23-yil 63 ming yurgan Cobalt'imiz Zeus rangda. Mashinamiz tayyor propan gazlari bor. Buni ham chexol, polik, 4 yumshoq balonlar qo'yilgan mashinamizga. Bu mashinamiz naqdga olaman deganlar uchun $10,900 qilib beramiz. Xohlasanglar avtokredit asosida $1,830 bilan barcha xarajatlar chiqadi. Sizlarga misol uchun avtokredit asosida boshlang'ich to'lovda aytayotgan bo'lsak, u summaning ichida nomer, oldi-sotdi barcha xarajatlar kiradi shunga.